Kimchi mukbang qilamiz o'rtoqlar. Bismillahirrohmanirrohim. Yangi kimchi keldi, shuni test qilib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Guruchlar bilan. Bu gurucham yomon emas kimchisi. No. Kimchini guruchga o'rab yesa mazasi zo'r bo'ladi. Wow. Bu kimchini bizga kimchi qiladigan firmadan yuborishdi, qaynonam o'rtoqlari. Har doim kimchi qilishsa yuborishadi. Mazasini ko'rgin deb qaynonam bo'lsa menga beradilar. Sen yeganingda shirin bo'lsa, demak yaxshi kimchisi deb. Qornim ochib ketibdi. Ertalab ovqatlanishga vaqt yo'q. Hammani uzataman deb. Ovqatlanayotganlar bo'lsa, yoqimli ishtaha. Toza guruch bilan kimchini yeb ko'rsa, mazasi o'shin boshqacha, maslahat beraman. Toza guruch pishirib yeb ko'rishlaringizni.